Assalomu alaykum akalar. Isko'l yo'li ochilib, tez yetib boradigan yo'l qilib qo'yishdi. Tekis qilib, xudo xolasa inshaalloh semeyni bitta mashina topib qo'ydim. Bitta ko'rasizlar, sotiladi mashina. Xudo xolasa inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi. Har safar aytaman, chiqargan mashinalarim inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi. Bitta ko'ringlar. Mashina bizga polirovka kelgan, 3 etapli polirovka qilib berganmiz. Xudo xolasa qonuniy родной окраска ekan, chiqarilgan yili 2022. Tak. Dizel motor, mashina holati ideal holatda. Повторите поворотниклari bor, 360 kameralari bor, beskilpay zonasi bor, beskilchoy do'stib. Mashina полный, mashinada nima komplektatsiya bo'lishi kerak bo'lsa, hammasi bor. Xudo xolasa elektroruchnik, monitorlari bor, manaqa podsvetkalari. Mashina qaranglar akalar. 7 местalik semeyni, hozir rosa dam olishga chiqadigan ob-havo bo'lyapti-yu, xudo xolasa. Qaranglar 2022, xudo xolasa inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi. Men chiqarayotgan mashinalar bemalol olsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa yaxshi mashinalar chiqaramiz. Ishonchli bo'lsa kelgan videoga olib internetga qo'yamiz. Bu mashinani puli kelsa $28,000 deyapti. Bizdan chiqsanglar, xudo xolasa yaxshi tushib beradi.